Assalomu alaykum. Nimaga xitoyliklar har narsani yeydi? Birma-bir aytib o'tirmayman, balki kimdir hozir dasturxon ustidadir, ovqat yeyotgandir. Shuning uchun ko'nglini behuzur qilmaslik uchun har bir narsani aytib o'tirmayman-u, umumiy qilib aytganda bir ibora bor. Xitoyliklar osmondagi samolyotdan, yerdagi mashinadan va dengizdagi kemadan boshqa hamma narsani yeyishadi. Nega unaqa? Chunki Xitoyliklarning otasi, bobosi o'zini davrida siyosatga aralashmaslik kerak. Kimdir mansabga o'tirgan bo'lsa, o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Aqlli, zakovatli, bilimli bo'lgani uchun mansabga keladi. Davlat rahbarlari, amaldorlar nimaiki aytadigan bo'lsa, qilish kerak. Oqimga qarshi suzmaslik kerak degani uchun har narsani yeydigan bo'lib qolingan. Qanaqasiga deysizmi? Hammasini boshdan aytib beraman. 1949-yilda Xitoy Xalq Respublikasi tashkil qilinadi. Undan oldin ichki urush bor edi. Mamlakat hududida ichki urush bor edi va bu urushda kommunistlarning qo'li baland keladi va kommunistlar uning rahbari bo'lgan Mao Zedong boshchiligida Xitoy Xalq Respublikasi degan davlat tashkil qilinadi. Boshqaruv kommunistlarning qo'lida. Kommunistik mafkura bo'yicha, kommunistik e'tiqod bo'yicha partiya muqaddas. Bitta partiya davlatni boshqaradi va partiya muqaddas. Partiyani rahbari bo'lsa Mao Zedong dohiy, uni xudolashtirib olinadi. Har bir aytadigan gapi to'g'ri bo'ladi, u xato gapirmaydi. U albatta nimaiki qaror beradigan bo'lsa, to'g'ri qaror bo'ladi. Uni so'roq savol qilish kerak emas, uni kayfiyatiga qarab ish tutish kerak deyiladi kommunistik mafkurada. Va shunday qilib davlat boshqaruvi bitta shaxsni, Mao Zedongni qosh qovog'iga, ikkita labidan orasidan chiqadigan gap so'ziga qarab qoladi. Amaldorlar ham shunga ko'ra shakllanadi, xalq ham bunga rozi bo'ladi. Va kunlarning birida Mao Zedong nonushta qilib o'tirgan paytda boshini qotadi. O'sha paytda Amerika bor bir tarafda Britaniya bor. Lekin Xitoy uchun, Mao Zedong uchun eng katta raqib deb o'ziga SSSRni biladi. Chunki kommunistlar boshqaruvidagi davlat, Xitoy ham SSSR ham kommunistlar boshqaruvidagi davlat, ayni tushuncha, ayni zehniyat, ayni mafkuradagi birodarini, akasini o'ziga raqib deb ko'radi. Holbuki o'sha ichki urushda, Xitoydagi ichki urushda g'alaba qozonishga hissa qo'shgan Stalin edi. G'alaba qozonishga katta pul, qurol, oziq-ovqat ajratgan SSSR edi. Lekin shunga qaramasdan o'ziga raqib deb SSSRni biladi va SSSRdan oshib ketish kerak. Sanoatdan, qishloq xo'jaligidan oshib ketish kerak. Nima qilish mumkin? Qishloq xo'jaligidan oshishim mumkin faqatgina deb o'ylab turgan paytda dasturxonidan kelib bitta chumchuq nondan tushgan kichkina bir ushoqni oladi-yu, uchib ketadi. Mao Zedong aytadi: "Obbo, bu o'g'rini qaraylar, ha?" deydi. Bitta chumchuq bir yilda qancha bug'doy yerkin? Bitta chumchuq bir yilda qancha guruch yerkin? deb turib yoniga amaldorlarni chaqiradi. Va aytadi: "Chumchuq bilan bog'liq menga hisobotlarni yig'ib kelinglar. Men uchun chumchuqlar endi o'g'ri. Shunga ko'ra hisobot bo'lsin" dedi. Albatta amaldorlar kayfiyatga qarab ish tutadi-yu. Mao Zedong talab qilib turibdi va uni xohlagan hisobotni tayyorlash kerak va bir yilda bitta chumchuq 2 kilo bug'doy yoki guruch yerkan degan hisobot tayyorlab olib kelishadi. Endi buni keyin ilmiy holatda asosi bo'lishi kerak. Xitoy Fanlar akademiyasiga topshiriq beriladi. Chumchuqlar bilan bog'liq bir tadqiqot o'tkazilsin va hisobot topshirilsin deb turib. Va ular ham Mao Zedongga kayfiyatiga qaragan holatda unga yoqadigan bir hisobot tayyorlab olib kelishadi. Bitta chumchuq bir yilda 5 kilo bug'doy yoki guruch, dukkakli mahsulotlar yerkan deb turib. Shundan keyin matematika aniq bo'ladi. Agarda 1 milliard chumchuq bo'lsa Xitoy hududida shuncha tonna bug'doy, guruchlarimizni yeb qo'yar ekan va ular sababli Xitoy qishloq xo'jaligi rivojlanmayotgan ekan. Davlatni birinchi raqamli dushmani o'g'ri chumchuq deb turib 1958-yilda chumchuqlarga qarshi urush e'lon qilinadi. Va bunga qariyalar ham, yosh bolalar ham
ayollar ham, erkaklar ham hamma safarbar bo'ladi. Hamma qo'liga nima olsa, kimdir qo'liga tosh olib, kimdir qo'liga ragatka olib, kimdir qo'liga miltiq olib, qushlarga qarshi hujumni boshlab yuboradi. Ba'zilar uyiga borib turib, qozonini, qopqog'ini olib, bir qo'lida tayoq bilan dang'illatishni boshlaydi. Chunki chumchuq uchib yurgan paytida 20 daqiqagacha havoda qolishi mumkin, ucha olishi mumkin ekan. Keyin charchab qoladi va albatta biror bir tomga yoki daraxtga qo'nishi kerak ekan. Shu sababli tang'ir-to'ng'ir boshlanib ketadi. Butun Xitoy bo'ylab tang'ir-to'ng'ir boshlanib ketadi. Chumchuqlar daraxtga ham, tongga ham, yerga ham qo'nmasin deb turib, 20 daqiqadan ko'proq uchgan paytda charchab, holdan toyib bitta chumchuqlar yerga to'kilishni boshlaydi. Kimdir tosh bilan urilgan, kimdir miltiq bilan urilgan chumchuqlarni yig'ib ma'lum bir shtablarga olib borib topshiradi va u yerda faxriy yorliqlar beriladi ularga. Ular faxriy yorliqlarni olib mahalla ko'yda ko'krak kezib maqtanib yurishadi. Qarindosh urug'ga maqtanib yurishadi. Butun Xitoy bo'ylab hamma chumchuq oviga safarbar bo'ladi. Bu narsa gazetalarda yoritib chiqiladi. Hattoki Pekinda bir kunda bo'lgan chumchuqlarga qarshi ov davomida yoki o'g'rilarga qarshi, chumchuqlar o'g'ri, davlat dushmani va ularga qarshi bo'lgan hujum natijasida bir kunda 184 mingta chumchuq ovlandi degan yozuvlar gazetalarda chiqadi. Davlat siyosati darajasiga olib chiqiladi va o'sha paytlarda Polshani elchixonasida yozilgan bir arxivda, protokollarda shu narsa kiritilganki, chumchuqlar qo'nadigan joy topa olmagani uchun, hamma joyda tang'ir-to'ng'ir bo'lib turgani uchun, odamlar chumchuqlarning orqasidan yurgani uchun chumchuqlar Polshani elchixonasining hududida bo'lgan daraxtlarga borib qo'nadi. Yopirilib gala-gala chumchuqlar Polshani elchixonasini daraxtlarga borib, o'sha elchixona hududi bo'lgan daraxtlarga borib qo'nadi. Xitoyliklar shunda ham tinchimaydi. Polshani elchixonasining ichiga kirishga harakat qilishadi, lekin diplomatik bo'lgan joy hisoblanadi. Polshani elchixonasining hududi Polshani tuproqlari deb ataladi. Bu elchixona xalqaro qonunchilikda ham bor. Masalan, O'zbekistondagi u yoki bu elchixona bor bo'lsa, u elchixonaning ichidagi hudud o'sha davlatning hududi hisoblanadi. Masalan, Amerikaning elchixonasi bor bo'lsa, Amerika elchixonasining ichidagi hudud Amerikaning tuproqlari deb qaraladi va Amerikaning qonunchiligi bo'yicha ichkarida muomala qilinadi. Shu sababdan ham xitoyliklar Polshaning elchixonasining hududiga kira olmaydi. Tashqarida turgan holatda butun elchixonani qurshab olishadi va qo'liga nimani olgan bo'lsa tang'ir-to'ng'ir qiladigan to'ng'irlatib turishadi va 2 kunga qolmay butun elchixonaning hududiga joylashgan chumchuqlar galasi bitta o'ladi va o'sha yerda ishlaydigan elchilar bormi, xodimlar bormi, Polsha elchixonasidagi o'zini qaydlarida, xotiralarida yozib keltirilganki, shu narsa chumchuqlarni tozalash uchun belkuraklardan foydalangan ekan. Aytishingiz mumkin, birorta odam yo'qmidi? Millionlab, 100 millionlab odamlar chumchuq oviga safarbar bo'lgan bo'lsa, bitta Mao Zedongni og'zidan chiqqan gapi uchun qaradiki, chumchuqlar o'g'ri dedi, chumchuqlar davlatning rivojiga to'siq bo'lyapti. Birorta odam chiqmadimi? 100 millionlab odamning ichida birorta odam chiqmadimi? Ey, bu qushni, bu tabiatning ichida, ekologiyaning ichida o'zini vazifasi bor. Bu hayot har biri mukammal muvozanati bilan yaratilgan. Demadimi deyishingiz mumkin, dedi. Ikkita olim aytdi. Biri shu olim, ikkinchisi bu olim. Ismlarini talaffuz qilish qiyin bo'lgani uchun rasmini va ismini yozib qo'ya qolaman. Bu ikki olim e'tirozini bildirdi. Tabiatda qushlarning o'zini o'rni bor. Ular boshida balki bug'doyni yoki guruchni yeyishi mumkin bahor oylarida. Keyinchalik zararli bo'lgan, qishloq xo'jaligi uchun zararli bo'lgan qurt-qumursqalarni, hasharotlarni yeydi. Qushlarni tabiatga, ekologiyaga va qishloq xo'jaligiga foydasi bor. Ularni o'ldirmaslik kerak degan ikkita olim bor edi. U ikkita olimni ofarin senga, juda ham yaxshi ilmiy tadqiqot o'tkazibsan, yaxshi gap etding, to'g'ri gap etding deyishmadi. Sen negativ ekansan, rivojlanishimizni ko'ra olmas ekansan, yolg'on axborot tarqatyapsan, odamlarni miyasini buzyapsan deb turib 6 oyga qamab yuborishadi. Lekin ularni aytgani to'g'ri edi va to'g'ri bo'lib chiqishini isboti ko'pga borib cho'zilmadi. Birinchi yili 1958-yilda qushlarga qarshi ov avj oldimi? Hamma joyda qushlarni, chumchuqlarni yo'q qilindimi? Chumchuqlar qayerda ko'rilsa o'ldirildimi?
hamma joyda chumchuqlar o'ldirib tashaldimi? 1958-yilning o'zida 2 milliardga yaqin chumchuq o'ldirilgan edi. Lekin bu ilk topshiriq berilgan o'sha chumchuqqa qarshi siyosatni olib borilayotgan birinchi yili bo'lgani uchun hisobotlarda mana chumchuqqa qarshi ovni natijasi bo'ldi deb turib qishloq xo'jaligi statistikalarida raqamlarni bo'rttirib ko'rsatildi. Mana Mao Zedong siz bir topshiriq etgan edingiz, chumchuqni o'ldirish foydali degan edingiz va aytganingizdek bo'ldi deb turib, amaldorlar ko'z bo'yama qilib qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, bug'doy, guruch yetishtirilishini ko'proq qilib ko'rsatdi. Mao Zedong xursand, lekin 1959-yilda bo'lsa, yana ko'proq rejani mayli, agar qishloq xo'jaligimiz oshgan bo'lsa, yana keyingi yil ko'proq berasizlar dedi. Keyingi yil yana ko'proq reja bilan bug'doy va guruchlarni qo'lga kiritishga harakat qilindi. Lekin qushlarga, chumchuqlarga qarshi, aynan chumchuqlarga qarshi hujum to'xtamagan edi. 1959da ham davom etayotgan edi. Faqat 1959-yilda chumchuqlarning yo'qligi o'zini o'rnini bildirishni boshladi. Hamma joyda hasharotlar bosib ketdi, qurt-qumursqalar bosib ketdi. Ekin-tikinlarni, dukkakli mahsulotlarni, bug'doylarni, guruchlarni yeb tashiydigan bir tarafdan chigirtka, bir tarafdan qurt-qumursqa ko'payib ketdi. Zarar kunanda hasharotlar ko'payib ketdi. Chunki ularni yeydigan chumchuq tabiatda yo'q edi. Odamlar bitta odamni, bitta shaxsni qosh-qovog'i uchun, og'zidan chiqqan gapi uchun ko'r-ko'rona itoat qilgan holatda davlatni siyosatiga qarshi chiqib bo'lmaydi. Davlat rahbarini siyosatiga qarshi chiqib bo'lmaydi. U aqlli odam, u bilimli odam nimaiki qilsa to'g'ri ish qiladi deb turib, millionlab, 100 millionlab odamlar chumchuqlarni o'ldirdimi? Hamma joy qurt-qumursqa bo'lib ketdimi? Lekin bu narsa amaldorlarni qiziqtirmaydi. Reja belgilangan davlat tarafdan shuncha bug'doy topshirishimiz kerak davlatga, shuncha guruch topshirishimiz kerak davlatga deb turib xalqdan talab qiladi. Xalq bo'lsa uyidan, omboridan bug'doylarni, guruchlarni olib chiqib davlatga topshiradi. Bunaqangi holat bizda ham bo'lgan edi. SSR davrida paxtaga reja berilgan, plan to'lmaganidan keyin odamlar kerak bo'lsa uyga kirib ko'rpachasidagi paxtalarni olib topshirishgan edi. Talabalar paxta tugagan bo'lsa ham dekabrgacha paxta dalalarida yurishgan edi. Xuddi shunaqangi holat Xitoyda bo'ldi. Odamlar uyidagi, ombordagi bug'doylarni, guruchlarni olib davlatga topshiradi. Va o'sha yili hosilam rasvo bo'lgan, hamma joyni zarar kunanda hasharotlar bosib ketgan. Davlat butun bug'doy va guruchlarni olgan, dunyodagi bo'layotgan holatdan nari tursin, burun tagida bo'layotgan, o'zini davlatda bo'layotgan voqelikdan bexabar. Nega? Pastdagi amaldorlar kayfiyati buzilmasin Mao'ni. Uni kayfiyati buziladigan bo'lsa, men ishdan ketib qolaman. Men sadoqatli bo'lishim kerak, unga yoqadigan hisobotlar topshirishim kerak deb turib, yumaloq yostiq hisobotlarni, ko'z bo'yamalarni qilib turib, unga hisobotlarni topshiraverishgan. U ko'p vaziyatdan bexabar bo'lib qolgan va nima bo'lgan? Xalq bu yerda ocharchilikda qolishni boshladi, lekin davlat bug'doylarni, guruchlarni olib chet elga sotavergan. Valyuta kelsin, maza qilaylik deb turib, bug'doylarni, guruchlarni katta qismini chet elga sotishni boshlagan. Xalq bu yerda ocharchilikda yashashni boshlagan holatda oxir oqibat nima bo'ldi? Amaldorlarni pichog'i moy ustida, ularni hayotida hech narsa o'zgargani yo'q. Dasturxoni to'kis, omborida oziq-ovqat ko'p, Mao Zedong bo'lsa aysh-ishratni ichida. Bo'lgan narsa xalqqa bo'ldi. Muvozanatni faqatgina chumchuqni o'ldirilishi bilan bog'liq emas. Bu hayotda har bir narsani o'zini o'rni bor va muvozanati bor. Davlat siyosatida ham xalqni o'zini o'rni bor. Hoy, nima qilyapsan? Hoy, nima qilib yuribsan va bu qarorlaringni nimani asosga chiqaryapsan demagan uchun 100 millionlab xalq Mao Zedongni bitta o'tirib og'zidan kayfiyatidan chiqqan bitta gapini patır qilib turib, bir oqim bo'lib, bir podi bo'lib qilib ketgani uchun xitoyliklar ocharchilikda yashashni boshladi. Qaror chiqarganlar, qarorni tepasida turganlar, buyruqni berganlar aysh-ishratda yashashda davom etdi, lekin xalq ochlikda qoldi. Yeydigan hech vaqosi qolmadi. Qarshidan chiqqan daraxtmi po'stlog'igacha edi.
oldidan chiqqan mushukmi yedi, o'rdakmi yedi, ko'rshapalakmi yedi, kalta kesakmi yedi, nimaiki oldidan chiqadigan bo'lsa hammasini paqqos tushirdi yashab qolish uchun va bora yeydigan narsa tabiatda qolmayotgani uchun, hamma narsani yeb qo'yishgani uchun va ocharchilik avj olgani uchun o'sha paytda ocharchilikda 1959 dan 1962 yilgacha bo'lgan eng ashaddiy ochlik davrida ba'zi ma'lumotlarda keladiki 40 million, ba'zi ma'lumotlarda keladiki 50 million xitoyliklar o'ldi. Ocharchilikdan o'ldi. Bu ocharchilikdan o'lgandan keyin o'lgan odamni qo'shnisi, ham qishloqlari o'lgan odamni ham yeyishni boshlabdi va bu bilan bog'liq hujjatlar juda ham ko'p, hattoki hujjatli filmlar ham tayyorlangan. O'shalardan birida keltiriladi. Bir ayol, yoshi katta bo'lgan ayol o'zini bolalik xotirasini aytadi. Butun qishlog'imiz ocharchilikda qolgan edi deb hikoya qiladi u ayol. Butun qishloq ocharchilikda qolgan va otam ochlikdan hushdan ketdi, yerga yiqildi, hali to'liq o'lgani ham yo'q edi. Butun qishloq yopirilib kelib uni yeyishni boshladi. Va bir necha kun o'tgandan keyin onam meni o'tkazdi, ko'zimga qaradi va aytdiki, "Meni ham jonim uzilish arafasida, men o'ladigan bo'lsam, to'yvoguninggacha meni yegin, to qo'ni qo'shni, qarindosh urug', ham qishloqlar yopirilib kelib, meni bitirmagunigacha sen to'yib yevo" degan ekan. Kimdir aytishi mumkin, "O, ona marhamati" deb turib, ona marhamati bo'lishi mumkin, bolasini o'ylayotgan bo'lishi mumkin, o'zini fido qildi deb turiladi-yu. Holbuki ona haqiqatdan bolasiga marhamatli bo'lsa, "Voy, ana chumchuq ovga chiqmayli" deyish kerak emasmidi? 50 millionga yaqin odam o'sha chumchuqni o'ldirishda xizmat qilgan odamlar edi ular va ularni o'zi jabrini tortdi. Mao jabrini tortgani yo'q, amaldorlar jabrini tortgani yo'q. Xalq, oddiy odamlar o'sha tepadan buyruq kelsa, "Voy" deb turib patr qilib turib amalga oshirgan. Bu haqida o'ylab ko'rmagan, fikr qilmagan. Aksincha, to'xtanglar, o'ylab ko'ringlar. Chumchuq o'ldiriladigan bo'lsa, bu tabiatga zarar deganlarni xoinga, sotqinga, negativchiga chiqarganlar jabr ko'rdi. Oxir oqibat ular jabr ko'rdi, amaldorlar emas. O'sha paytdagi ocharchilik bilan bog'liq ko'plab hujjatli filmlar bor. Men izohlar qismiga qoldiraman, yozib qoldiraman, chunki aytganimdek videoni boshida hozir sizga kadrlarni keltirishim mumkin yoki o'sha odamlarni keltirishim mumkin. Dilingizni behuzur qilib, ko'nglingizni behuzur qilgandan ko'ra, oxir oqibat nima bo'ldi? Mao Zedong oqilona siyosat deb turib, vayrona siyosat olib borgani uchun mansabdan ketdi. 50 millionga yaqin xitoyliklar o'limiga sabab bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri o'limiga sabab bo'ldi. Noto'g'ri olib borgan siyosati, noto'g'ri qilgan topshirig'i, buyrug'i sababli deb turib Mao Zedong mansabdan ketdi deyilsa xato bo'ladi. Yo'q, o'lgunigacha mansabda qoldi. O'lgunigacha Xitoyni boshqardi. 1958-yilda chumchuqlarga qarshi urush e'lon qilingan bo'lsa, 1959 dan ocharchilik boshlangan bo'lsa, butun Xitoy bo'ylab 1962-yilgacha ocharchilik davom etdi. Oxir oqibat SSSRdan chumchuqlarni olib kelib, 250 mingga yaqin chumchuqlarni olib kelib, biroz tabiatni, ekologiyani muvozanatga keltirgandek bo'ldi-yu, lekin xalqni yashash turmush tarzi yaxshilanishga hali ancha bor edi. Va bu ham kamdek 1966-yilda madaniyat inqilobi, madaniyat rivoji deb turib, yana undan battar Xitoyni cho'ktiradigan qarorlarni berdi. Lekin shunga qaramasdan xitoyliklar uni boshiga ko'tarib yurdi. Bugungi kunda ham hattoki Xitoyga borsangiz, ba'zilar mashinasiga Mao Zedongni rasmini qo'yib yuradi. Uni xudolashtirib, hattoki uni mashinasida rasmi bo'lsa, baraka olib keladi deb e'tiqod qiladiganlar ham bor. Va o'lgunigacha bu Mao Zedong o'lgunigacha mansabda qoldi. O'lganidan keyin "Dodamni qaytarib beringlar" deb yig'lovchilar ham ko'p bo'ldi. Shunday qilib xitoyliklar ocharchilik davrini boshidan o'tkazgani uchun va o'sha ocharchilik davrida osmondagi samolyotdan, yerdagi mashinadan va dengizdagi kemadan boshqa har narsani yeyishgani uchun bugungi kungacha ham
o'sha odatlar davom etib turibdi. Qurt qumursqalarni yeyish, turli xil narsalarni yeyish avloddan avlodga o'tishni boshlagan. Va bu narsani, bu voqealarni aytishimdan maqsad shuki, bu hayotda har bir narsani o'rni, muvozanati bor. Agar deylikki, bu muvozanatda mashina yo'l bilan misol qilinadigan bo'lsa, bir mashina yo'lni o'rtasiga to'xtab, o'chirib mashinani ketadigan bo'lsa, bir daqiqaga qolmasdan o'sha ko'chada tirbandlik boshlanadi. Agar ko'chada bir odamni axlat to'kayotganini, shunchaki ko'chaga axlatini tashlab yuborganini ko'rsangiz, indamasangiz, ertaga o'sha joyda bir uyum axlat bo'lib qoladi. Agar siz qo'shningizni bolasiga menga nima, birovni bolasi-yu deydigan bo'lsangiz, holbuki bir bolaga 7 qo'shni, 7 mahalla, qo'shni emas, 7 mahalla ota-ona degan maqolimiz bor edi va bu borgan sari yo'qolayotgan urf-odatlarimizdan biri hisoblanadi. Qo'shnini bolasiga, menga nima, birovni bolasi-yu, ota-onasi uni tarbiyasi bilan shug'ullanadi deydigan bo'lsangiz, ertaga u bola kelib turib sizni bolangizni tarbiyasiga, hayotingizni buzishga hissa qo'shib qolishi mumkin. Kimdir haydovchilik guvohnomasini soqqa bilan olganidan xabaringiz bo'lsa-yu, lekin menga nima, men davlatmanmi, borib turib prokuratura tekshirsin deydigan bo'lsangiz, ertaga u pulga sotib olingan haydovchilik guvohnomasini pulga sotib olgan odam bor-ku, mashinasida kelib sizni yaqinlaringizni urib yuborishi mumkin. Va ko'cha-ko'yda daraxtni kesilayotganini ko'rsangiz, menga nima, blogerlar shug'ullansin, jurnalistlar shug'ullansin, menga nima deydigan bo'lsangiz, ertaga ekologiyani buzilganidan, chang havodan, issiqdan, jaziramadan siz ham o'zingizni nasibingizni olishni boshlaysiz. Bu hayotda har bir narsani o'zini o'rni bor va muvozanati bor. Masalan, hadislarda keladi-yu, agar bir odam o'zini uyini, mol-mulkini, oilasini himoya qilib o'ldirilsa shahid bo'ladi deyiladi-yu. Bu faqatgina o'zini himoya qilgani uchun emas, haqsizlikka qarshi turgani uchun shu darajadagi mukofot bo'ladi. Har bir narsani takrorlayman, bu hayotda muvozanati bor va amaldorlar agarda xalqni, yetimlarni, qariyalarni, ayollarni haqqini, butun xalqimizga tegishli bo'lgan yer osti boyligini o'marib, bolasini o'qitayotgan bo'lsa, butun xalqimizdan yig'ib olingan soliqlarni, jarimalarni o'marib, cho'nchagiga urayotgan bo'lsa, muvozanatni buzayotgan bo'ladi va bu muvozanatni nazorat qilish, tekshirish hammamizning zimmamizda. Va agar bu narsani biroz paysalga soladigan bo'lsak, menga nima deydigan bo'lsak, oqimga qarshi suzish kerak emas, siyosatga aralashma deydigan bo'lsak, xitoyliklar menimcha yaxshi o'rnak. Sog' omon bo'ling.